16 yoshlar atrofida o'g'lida saraton bo'lib qolgan. Kimdir endi shunga mana shuni topib chiqsang, bola yaxshi bo'lib ketadi deganda. Boya ham ko'rdinglar-ku, boya patsient ayolim tabobatga qiziqadi, Telegramda a'zo bo'lib olgan. Ayrim narsalarni qilish mumkin. Masalan, shamollaganda limonli choy, asal qo'shib yo zanjabil qo'shib, bu ko'p-ku xalq orasidagi narsalar. Buning uchun albatta 4-5 yil o'qish shart emas. Lekin boshqalarni davolashga maslahat berish, o'sha internetlarda o'xshab, buni ichsangiz bundoq bo'ladi, buni ichsangiz u bunaqa bilan bo'lmaydi. Men o'zim guvoh bo'lganman-da, birga o'qigan sherigimiz bilan Olib bozorida tursak, odam keldida qo'liga bitta qog'oz ko'tarib olgan. 18 yo bir 16 yoshlar atrofida o'g'lida saraton bo'lib qolgan. Kimdir endi shunga mana shuni topib chiqsang, bola yaxshi bo'lib ketadi deganda. Shuni qidirib, Jizzaxdanmi, Sirdaryodanmi shu kelibdi giyohchilarning oldiga. Keyin giyohchi ko'rib beringchi nima ekan? Yosh katta odam edi. Qoqigul advanchi keldi. Va shu odam og'ir bo'lib kelganda yana u boshiga ish turgan odam, bolasi kasal bo'lib qolgan, unda umid uyg'otib qo'ygan. Advanchikda inson tanasiga ta'sir qiluvchi xususiyati bormi? Albatta bormi, bilasizlar. Lekin bitta advanchik bilan murakkab kasal davolashlikni va'da qilishlik u odamlarni ovora qilishdi. Boshqalari ham shu. Shuning uchun davolash, jiddiy kasalliklarda davolash mutaxassisga uchrash kerak. Bu mutaxassis bilan bo'ladigan ish.